Sen qancha ishlatding? Assalomu alaykum. Ismim Malika. Hozirda Germaniyaning University of Applied Sciences Gördis universitetida 5-semestrni almashuv dasturi sifatida o'qiyapman va O'zbekistonda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 3-kurs talabasi hisoblanaman. Bugun sizga Germaniyadagi talabalik hayotimdan bir kunlik video tayyorlamoqchiman. Videoni uzunligi unchalik uzun bo'lmaydi, iloji boricha qisqaroq bo'ladi. Umid qilamanki, video sizga ozgina bo'lsa ham Germaniyadagi talabalik hayotini his qildirishga yordam beradi va foydali bo'ladi. Qani ketdik. Kunni shunaqa chiroyli soch turmagi bilan boshladim. O'zi sochni bigudida jingalak qilishni yaqinda o'rgandim. Shuning uchun hayron qolmaysiz. Asta kipriklarimni bo'yab olib, bigudilarni ham yechdim va ularni lak bilan qotirishga harakat qildim. Va men tayyorman. Bu yerda esa kichkinagina fit checkni o'tkazdim. Aytgancha havo o'shanda judayam sovuq, judayam shamolli edi. Palto kiyganimga ozgina afsuslangandim. Ko'rib turganinglar S harfini ustida nuqtachasi bor bo'lgan bu belgi Germaniyadagi Sparkasse nomli bankni belgisi hisoblanadi. U yerda kichkina bir muammoyimga yechim izlab borgandim, lekin ular hujjatlarsiz hech narsa qila olishmasliklarini aytishdi. Shuning uchun uyga borib, hujjatlarimni olib yana qaytib kelishimga to'g'ri keldi. Bu yerda ishlarimni hal qilib, xursand bo'lib, sizlarga yana bitta fit check oldim. Va ertalabdan menga muammo tug'dirgan mana shu kichkina kafecha bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, ertalab chiqayotganimda paltoda, qo'limda kompyuterlar bilan chiqqan edim. Lekin kafega yetib borganimda sotuvchi xola faqatgina naqd pul olaman desalar bo'ladimi? Keyin bitta bankomatdan pul yechmoqchi bo'lganimda bankomatning ichida qolib ketdi kartam. Shuning uchun Sparkassaga borib muammoni aytganimda ular menga yangi karta qilib berishlarini aytishdi. Sizga ham maslahat: chetga chiqqaningizda bankomatdan ehtiyot bo'lib foydalaning. Menga yangi karta zakaz qilishlariga to'g'ri kelmadi. Birinchi marta olganimda menga qo'shimcha sifatida 2 ta kartochka berishgandi. Shunday qilib, ortiqcha kartamni zoya qilmasdan Germaniyada ishlatib ketadigan bo'ldim. Yozgansiz? Maximum price'dan keyin actual price. Bir şey diyemem, sotib olaman dedi. Lekin choyni bugun biz xonadonlarga boramiz, o'sha yerdan olib kelaman. Xonada ham choy bor ekan. Demak, mana bu uchburchak hisobga kirmas endi. Lekin ikkinchisida trapetsiya bo'lganda kiradida. Hozir dizaynerlik chizdim. Просто trapetsiya mana uni hisobga olmayapti, uchburchak. Iqtisodiyot fanidan kursdoshlarimiz bilan ozgina mustaqil tayyorlanganimizdan keyin Revaga qarab yo'l oldim. Bu yotoqxonamizga eng yaqin bo'lgan va tanlovlar juda ham ko'p bo'lgan supermarket hisoblanadi. Ko'pdan beri video olmagan ekan. Rividan qaytib, obed qilib, iqtisodiyot fanidan ma'ruza tinglashga ketdik. Darsdan keyin kitayskiy tennis o'ynashni o'rgandim. 1 yoki 1,5 soat maza qilib tennis o'ynab, keyin sekin uyga qaytdik. Uyga kelganimdan keyin o'tirib ozgina dars tayyorladim.
Orada qizlar bilan Revedan olgan narsalarimizni hisob kitobini qilishga ham ulgurdim. Qizlar deganimda O'zbekistonda bir xil universitetda, bir xil yo'nalish va bir xil guruhda o'qiydigan ikki kursdoshimni nazarda tutdim. Biz Germaniyada ham ular bilan uchalamiz birga bitta guruhda o'qiymiz. You have the presentations ready, right? No. So then you should clarify the agenda with each other so that the Kazakhs know and Bu yerda esa ertaga bo'ladigan O'zbekiston, Qozog'iston xalqaro mamlakatlar kechasiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Давай. Tadbirda nimalar qilishimiz kerakligini bilganimizdan keyin shunaqangi yaxshi kayfiyatda yana imtihonga tayyorlanishga ketdik. Talaba emas, agar u imtihonga oxirgi soniyalarda tayyorlanmasa degan gapning isboti sifatida biz ham bir kun qolgan imtihonga shunaqangi qattiq tirishqoqlik bilan tayyorlandik deya olmayman. Chunki ko'rib turganingizdek, ozgina gapga ham chalib qoldik. Eng kuchli tayyorlanishimiz imtihonga 10 soat qolganda boshlangandi.